Tasavvur qiling, butun O'zbekistonda birgina zapravka bilan bosib o'ta oladigan avtomobil. Ishonish qiyin, a? Ammo bu haqiqat azizlar. BYD Seal 6 yangi avlod super gibridi. Qiziqtirdimmi? 1.5 li atmosfer dvigatel, qo'shimchasiga elektromotor. Avtomobil elektr quvvatida 120 km, gibrid rejimida esa 2020 km masofa bosib o'ta oladi. Aerodinamik kuzov, to'liq LED ishlangan oldi va orqa chiroqlar. Qora rangdagi 18 dyumli quyma diskalar va O'zbekiston uchun maxsus mo'ljallangan yumshoq podveska. O'zbekcha va ruscha interfeys. Barni o'rniga haqiqiy xolodilnik. Sovutish va isitish funksiyasiga ega rul va sideniyalar va ulkan lyukli panorama tom. Ushbu avtomobil sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol BYD Andijon avtosaloniga tashrif buyurib, boshlang'ich atiga 25% to'lov bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Azizlar, keyingi obzorlarda ko'rishguncha.